Assalomu alaykum, davomida yaxshimisiz, tinchmisiz? Mana men hozir viza sentrga keldim. Xudoga shukr, hammasini topshirdim. Hammasi ishonarli ekan. Davron akaga kattakon rahmat. Shuncha yordam berdingiz. Sizni karomatingiz bilan mana Xudoga shukr hozir topshirdik viza sentrga. Alloh xolasa 15 kundan keyin chiqamiz. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, Davron aka, yaxshimisiz? Men Furqat Rahmatullayevman, Jizzaxdan. Mana bugun viza sentrga kelganman. Xudoga shukr, yaxshi hammasi topshirib chiqdim. Rahmat kattakon sizga. Umringizdan baraka toping. Bola chaqangizni rohatini ko'ring. Xudo xolasa 15 kundan keyin kelamiz. Xudo xolasa mana hozir topshirdik. Rahmat kattakon sizga.